Bismillahirrohmanirrohim. Keyingi linzalarga doir yechilmay qolgan ATSS savoli. Rasmda L' linza unga tushayotgan yorug'lik nurlarini qanday sindirishi ko'rsatilgan. AC40, AC60 bo'lsa, linzaning fokus masofasini aniqlang. Bu qanday linza deyilgan? OO' linzaning bosh optika hisoblanadi. Xo'p, buni bitta chizib ko'ramiz. Sochuvchi linza ekanligi aniq, chunki nurni mana sochyapti. Endi o'xshashliklardan e'tibor berib turasizlar. Shuni fokus masofasini bitta topamiz. Hop, nur mana bunday kelganda bunday ketyapti. Keyin uni mana bunday davom ettirgan paytimizda C' masofa paydo bo'lyapti. Mana bu yer S' bu yer esa A nuqta. Hop, mana shu AC' 60 cm deyilgan. 60 cm. Hop, shu yerni A1 deb olaylik. A1 teng 60 cm. Endi hop, mana bunday nurni davom ettirilgani ham bor. Bu tomoni sal kichikroq ekan. Chizma sal o'xshamagan bo'lishi mumkin. Hop, A2 mana bu nuqta A nuqta. Bu tomon A2, bu 40 cm A2. AC masofada bu 40 cm. Endi hozir mana bunday nur kelsa, buni davomi mana shu yerdan o'tib ketar ekanda, keyin yana bitta bosh o'qdan o'tib ketadigan, optik markazdan kechirasizlar. Optik markazdan o'tib ketadigan mana bunday nur o'tkazamiz. Bu mana bu nurga parallel bo'ladi. Birinchi nur desak, bu bir shtrix bo'lsin. Endi bu hozir qayerda kesishyapti mana? Mana bu mana bu nur bilan bu nur qayerda kesishyapti? Ular qayerda kesishadi o'zi? Fokal tekislikda kesishadi. Ya'ni ana shu nuqtani fokus nuqta deymizda, F bo'ladi. Hop, endi mana bu masofani fokus desak, bu tomon A1 minus F bo'lib qoladi-da. Keyin yana bitta nur yuboriladi. Hop, endi hozir nur mana bunday keldi. Bir shtrix bo'ylab ketadi-ku, shu teskari kelsa agar. Ya'ni mana bunday kelsa endi bu tomonga qarab ketib qoladi-da. Hop, yana bitta mana shuni sal xato o'tkazdik-da, mana bunday ketadi. Nimadan o'tib ketish kerak? Optik markazdan o'tib ketish kerak, ya'ni to'g'ri. Va birga parallel. Endi yana bitta nur o'tkazamiz. Hop, mana bunday. Bu ham optik markazdan o'tib ketadi. Va bu endi ana bu bir shtrix nurga nima bo'ladi? Parallel bo'ladi. Optik markazdan o'tib ketish kerak. Mana shunday. Endi qarangda, hozir nur mana bunday kelsa agar bunday ketadi-da, teskari bo'ladi. O'zi aslida hozir bunday kelyapti-ku, bunday kelib, bunday ketyapti. Shunga teskari yuborsangiz mana bunday ketadi. Ya'ni nurlar endi yana qayerda yig'iladi? Fokal tekislikda yig'iladi. Hop, mana bu nuqtani ham fokus nuqta desak bo'ladi. F. Endi hammasi A2 edi. Bu tomonni F desak hozir, mana bu tomon A2 minus F bo'lib qoladi-da. Hop, bu S nuqta. Endi belgilashlar qilamiz va o'xshashliklarni yozamiz. Mana bu masofani h desak hozir, buni A2 deydigan, buni H2, buni H1 deb uchburchaklarni yozamiz. Hop, o'xshash uchburchaklar qaysilar? Unda mana chizib ko'rsatamiz. Harflar o'tirmasdan mana bu katta uchburchak bilan o'xshash mana bu kichkina uchburchakcha. Shu uchun bitta tenglama yozamiz endi. Hop, H2 taqsim H teng bo'ladi A2 minus F taqsim A2 ga. Buni bitta ko'rib olasizlar o'xshashlikni. Endi bu tomonda ham o'xshash uchburchaklar bor. Mana bu o'xshash uchburchaklar. Mana bu o'xshash uchburchak bilan
uchburchak bilan mana bu uchburchak o'xshash. Ya'ni mana bu uchburchak va bu uchburchaklar birovga o'xshash. Endi shundan yozsak hozir, bunda h1 taqsim katta h teng bo'ladi a1 minus f taqsim a1 ga. Endi mana shu ikkalasini bo'lsak agar, bu yerda yozaylik, h1 taqsim h teng a1 minus f taqsim a1 bo'lsin. Endi shu ikkalasini nisbat olsak hozir, h2 taqsim h1 teng bo'ladi a2 minus f taqsim a2 bo'lingan mana bu birdan ko'paytirish qilib yozamiz a1 taqsim a1 minus f. Hop, endi yana qaysi uchburchaklar o'xshash e'tibor berib turasizlar. Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak bilan bu uchburchak ham o'xshash. Uchburchaklar o'xshash. Endi h2 taqsim h1 mana shundan topib olsak bo'ladi-da, o'xshashligidan. Va bu tomonda h2 turibdi. Bunaqasi f. Bu tomonda h1 turibdi. Bunaqasi a1 minus f. a1 minus f. Mana shundan h2 taqsim h1 ni topsak, h2 taqsim h1 teng bo'ladi f taqsim a1 minus f. Endi h2 taqsim h1 ni o'rniga keltirib qo'ysak shuni, f taqsim a1 minus f ni a1 minus f lar qisqarib ketadi. Hop, demak, mana shundan endi fokus masofani topsak, hozir a2 minus f taqsim a2 ko'paytirilgan a1 teng bo'lib qoldi f ga. Va bundan a2 minus f teng bo'larkan a2 taqsim a1 kara f. Hop, a2 ni chiqarsak a2 barobar f kara a2 taqsim a1 plus 1. Bundan f ni topsak, hop, a2 taqsim a1 plus 1 bo'ladi. Xo'p, endi a2 ni 40 cm degandik, 40 taqsim 60 plus 1 bo'ladi. a2 40 60. Hop, buni yana hisoblasak hozir 40 taqsim 2 taqsim 3 40 taqsim 2 taqsim 3 plus 1 5 taqsim 3 bo'ladi. 2 taqsim 3 plus 1 5 taqsim 3 bo'ladi. 3 tepaga chiqib 120 taqsim 5 bo'lib 24 bo'ladi demak javob santimetrda. Demak, fokus masofasi 20 cm ekan, lenzani va sovchuvchi ekan. Shu bo'ladi. Keyingisini ham yechib qo'yaylik. Ko'z gavharidan 4 pardagacha bo'lgan o'rtacha masofa shuncha. Normal ko'rishga ega bo'lgan inson ko'z gavharining eng katta va eng kichik optik kuchini aniqlang deyilgan. Xo'p. Demak, 1 taqsim f barobar 1 taqsim d plus 1 taqsim fi. Fi bu yerda doim o'zgarmas bo'ladi. O'sha nimadan, gavhardan 4 pardagacha bo'lgan masofa fi o'zgarmas qoladi. Mana bu d o'zgarib, keyin fi ham o'zgaradi. Inson ko'zini o'sha nimasi, lenzasi, fokus masofasi o'zgaradi. Xo'p, endi hozir bizdan eng katta va eng kichik optik kuchni so'ralyapti. Mana shu narsa o'zi optik kuch d. Endi mana shu qism eng katta bo'lishi uchun d birinchi eng kichik bo'lishi kerak. D eng kichik, normal odam qancha eng kam masofadan ko'ra oladi? Endi normal ko'rish masofasini o'zi olish kerak bu yerda, chunki boshqa masofani bilmaymiz biz. Ya'ni d eng kichigi bilan qancha bo'ladi deyilsa, uni bilmaymiz biz. Har xil odamda har xil bo'ladi, uni berish kerak. Normal ko'zni ham bilmaymiz. U eng yaxshi ko'rish masofasi boshqa. Eng yaqin ko'rish masofasi boshqa. Eng yaxshi ko'rish masofasi 25 cm, to'g'ri. O'shani qo'yib ketamiz hozir. Eng yaxshi ko'rish masofasini 0.25, eng yaqin ko'rish masofasini bilmaganimiz uchun plus 1 taqsim f. 1 taqsim 18.3 mm, bu darajasi 3 bo'ladi. Xo'p, mana shundan d topiladi hozir. Bu d maksimal bo'ladi. D maksimalga demak nima qo'ydik? 0.25 qo'ydik. Endi d minimalni topishimiz uchun iloji boricha ana bu katta bo'lishi kerak.
katta bo'lsa, keyin bu tomon minimal bo'ladi. Cheksizlikni qo'yamiz. O'sha cheksizlikka qaragan paytida odam optik kuch minimal bo'ladi. Unda 1 taqsim f ni o'zi bo'lib qoladi. 10 darajasi 3 taqsim 18,3 ni o'zi bo'lib qoladi. Demak, 4 marta farq qiladigan javoblar bo'lish 4 ga farq qiladigan javoblar bo'lish kerak-da. Mana bu 4 plus mana bu. Bu buni o'zi bo'ladi. Ana shu A javob to'g'ri kelib turibdi-da. Hozir 4 ga farq qiladi-ku javoblar. Qolganlari 4 ga, mana bu ham 4 ga farq qilar ekan, lekin hozir ana bu D minimal topganingizda 54,6 chiqib qoladi. Bu aniq. Ya'ni minimal optik kuch qachon bo'ladi? Cheksizlikka qaragan paytida odam.